Bugun qanaqalarda? Bugungi aksiya narxda, sutekin narxda bo'ladi. O'sha 85-90 lik qo'ylar 6,5 million so'mdan 5 million 900 ming so'mdan ham sovg'a chiqarib beraman. Ramazon aksiyasi boshlandi. Ramazon aksiyasiga laykni bosib oxirigacha kuzatib tursin bo'ldi. Boshladik-a. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kanalimizning ashaddiy obunachilari va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz, qo'y ishqibozlari, qo'zi ishqibozlari va mana bunaqangi velikan bo'g'oz sog'liq ishqibozlari uchun akalar, bugun hafta kuniga payshanba 2026-yil 26-fevral sanasida biz video syomkalarimizni o'sha mashhur Arzanchi va Optimchilar qishlog'i, Tepa Qo'rg'on qishlog'iga yetib kelganmiz. Xudo xolasa, kim deysami, kanalimizdan anchadan beri chiqyapti turgan, xudo xolasa shu bir anchadan beri chiqmayapti turuvdingiz Kamron bek aka. Anchadan beri ko'rgan yo'qdi. Xudo xolasa bomba qilib qaytadigan narxlarni qo'yib beraman. Ramazon aksiyasi bo'ladi. Ramazon aksiyasi bugun. Videoni boshidan aytib ketaman. Bunaqa narxda hali hech kim qo'ygan yo'q hozirgi kunda. Bunaqa qo'yiladi. Ko'ryapman, o'zingiz ham qo'yyapsiz. Buni YouTube'dagi hamma tomoshabinlar ham o'zi biladi. Hozir qo'yadigan narximda hech kim qo'ymaydi o'zi. Ulgurgan degan savdo bo'ladi bugun. Bugun-a? Ulgurgan degan savdo bo'ladi. Boshladiga bo'lmasa. Birinchi odam telefon qilsa bo'ldi. Baraka. Sotladi qo'y. Xudo xolasa, akalar biz boshladik. Birinchi partiyamizga Kamron bek aka soni nechta? 13 dona Husayn. Soni 13 dona. 13 dona gigant variantlaridan. Gigant variantlaridan, xudo xolasa. Bu tarafga qo'yinchi aka. Mana jonivorlar akalar. Xudo xolasa soni 13 dona jonivorlar. Hammasi kelishgan. Xudo xolasa hammasi kelishgan ekan jonivor. Sifatlariga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, yoshlari qanaqa Kamron bek aka? 6 tish. 4 tish, 6 tish jonivorlar. Mana akalar soni 13 dona, 4 tish, 6 tish. Yoshligi ham juda yosh ekan, xudo xolasa. Bo'g'ozliklari naqmi aka? 5-6 tasi aniq naq. Qolgani ham xudo xolasa naq. 5-6 tasi naq. 5-6 tasi yilni solib mana shuni mayli bo'lyapti. Qolgani ham xudo xolasa naq. Xudo xolasa naq. Xo'p, bo'ybastlarini nechiga berasiz? Bu yerda bo'ybasti bitta ikkita 80 bo'lishi mumkin, qolgani 90 gacha. Qolgani o'rtasini olib aytyapman 85. Bu yerda eng kichkina qo'y bittami ikkita bor. Bo'lsa shu 82, 83 bo'lishi kerak. 80 dan oshiq chiqadi. Hammasi baland bayda. Lekin mana bu qo'ylaringiz metrajni ham qo'yib bor ekan, xudo xolasa akalar. O'rta hisobini olib aytilyapti. 85. 85 akalar. Mana jonivorlar. Xudo xolasa yoshlari 4 tish, 6 tish jonivorlar akalar. Aksariyat mana jonivorlar. Xudo xolasa yosh. Xudo xolasa yoshliklariga umuman gap bo'lishi mumkin emas akalar. Xudo xolasa. Xudo xolasa akalar mana yuzlariga bitta baho berib qo'ying. Xudo xolasa Svetiga baho berib qo'yishsin. Xudo xolasa Mana shu qo'ylar mana. sifatlariga mana shu umuman. qo'yni ko'rsating, bu qo'ylar eng kami 9 million chiqyapti mana shu qo'ylar. Haqiqatda o'zimiz kanallarga qo'yyapmiz, obunachilar bilasizlar, xudo xolasa. Mana shunaqa qo'ylar to'g'risi 8,5 9 aynan atrofida-da, xudo xolasa. Endi Kamron bek aka, obunachilarni ham ko'p kuttirmaylik. Men aytyapman Ramazon aksiyasi deb. Narxida ham o'sha aksiya bo'ladi. Narxi ham aksiya. Narxi ham aksiya. Ulgurdi degan video bo'ladi. Nechi pul? Skidkada bo'ladi. 13 tasini olishadi. 13 tasini olgan odamga bitta dangal bo'ladigan aytib qo'yag'ala. 7,5 milliondan dema. Ha, 6,5 milliondan ketdi bo'ldi. Ulgurdi. 6,5 dan? 6,5 million so'mdan men so'm. Realnimi aka? Realni narx ulgurgan degan video bo'ladi. Hech qanaqa o'yin yo'q. Yo'q, unaqa umuman o'yin yo'q. Ulgurdi. Telefon qilasiz. 6 million 500 ming so'mdan? 6 million 500 ming so'mdan ketdi. Jonimiz sog' Ramazonga bo'lsin. bir maza qilib Akalar, xudo xolasa bunaqa narx to'g'risi men ham hozir hayronman. Realni bu yerda hech qanaqa o'yin yo'q. 6 million 500 ming so'mdan akalar mana jonivorlar. Xudo xolasa eng kichigi mana shu. jonivorlar. Xudo xolasa gap bo'lishi mumkin emas akalar. Narxi arzon bo'lgan bo'lsa kommentariyaga narxi arzon bo'ldi Kamronbek. Mana shu qo'yni ham ko'rsat, ana shu qo'ylar. Mana, Hammasi akalar. 7,5-8 million. Haqiqatda realniy narsa to'g'ri 7,5-8 chiqyapti. Dangal bo'ladigan qilib Ramazonga aksiya qilib beryapman. Bu ulgurgan degan video bo'lyapti. Ulgurdi. Xudo xolasa 6 million 500 ming so'mdan obunachilardan bir dona like, yaxshi kommentariya bo'lsa bo'ldi. bo'ldi. Tangaramdagi. Xudo xolasa komment yozib ketishadi. Nasib qilsin bizga ham ketsin. Mana jonivorlar, arzon bo'lgan bo'lsa kommentariyaga Kamronbek otangga rahmat, arzon qo'yding. Sendagi savdogar ko'paysin deb komment yozib keting. Mana shu qo'yi ham bo'yi eng kami 90 ta mana shu. Haqiqatda 90. 85 bayda Mana hammasi jonivorlar.
6 million 500 ming so'mdan ketdi. Xudo xolasa, Kamronbek aka, keyingi partiyalarga o'tamizmi? Keyingi partiyasini qiraylik. Keyingi partiyaga qanaqalardi? Tezgina. Xudo xolasa. Yana bo'g'ozlari pulli o'ta qulaylari. Xudo xolasa o'tdik aka. Akalar, keyingi partiyalarimizga xudo xolasa yana bo'g'oz sovloq akalar. Mana jonivorlar. Xudo xolasa Kamronbek aka, ikkinchi partiyamiz. Ikkinchi partiyaga so'yin 7 dona bo'g'oz. 7 dona bo'g'oz akalar qo'ylarni qarang. Qo'ylashdan boshlagan mana. Mana jonivorlar akalar. Xudo xolasa soni 7 dona ekan jonivorlar. Yosh oyligi qanaqa Kamronbek aka? Yosh oyligi 4-6 tish. 4 tish, 6 tish. 2 tish ham bo'lsa kerak, shunisi ham. 2 tish. Ha, bo'lishi mumkin. Xudo xolasa endi asosan 4 tish, 4 tish, 6 tish. Xudo xolasa akalar. Mana bo'laman, gumbalari. Hamma yo'q. Sifatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Bo'g'ozliklari naqmi aka? Bo'g'ozliklari naq. Bo'g'ozligi naq ekan. O, xudo xolasa. tushib ketaydi. O, ash qo'yingizni ushlang, qorini tashlab, yelini ham naq ekan, ko'rindi-da. O'zi qorindan chiqitay deyapti o'zi. Ana jonivor akalar. Xudo xolasa hozir. Mana qorinni qarang. Katta qorin aka. Ko'rsatib qo'yaylikchi. Bunday aytuvchi. Ana, so'yin. Mana akalar, ana yelin. Mana yelin. Xudo xolasa naq ekan mana. Xudo xolasa jonivorlar. Mana bular ham hammasi qorin tashlayapti mana. Mana bular ham. Mana jonivorlar. Kamronbek aka, Hammasini xudo xo'p, xolasa. hammasini xudo xolasa endi bo'ybastini nechiga berasiz? 80 ga beramiz. 80. 80 ga beraylik. Bularni ham narx sinadimi? Narxda aytyapman, sindiramiz, Ramazon aksiyasi deyapman. Bugun ne realniy narx faqat xudo xolasa. Hammasini bir qator ko'rsating. Bir qator xudo xolasa chiroyli qilib ko'rsatishga harakat qilyapman. Video kamchiliklarini oldindan obunachilar uzr so'rayman jonivorlar. Mana sifatlarini qarang akalar, yuzini qarang jonivorni. Haqiqiy yuzi ham taniq ekan. Kelishgan. Mana jonivorlar. Sifatlariga gap bo'lishi mumkin. O'zmash ikkalasi bir xil ekan Kamronbek aka. Sherikda o'zi. Xillanib qopti jonivorlar. Mana. Xudo xolasa gap bo'lishi mumkin emas aka. So'yin puli o'ta yengil bo'ladi. Bo'g'ozdagi hamda Ramazonga dangal video qilaman. Bo'ladigan narxni aytib qo'ya qolaman-da. Ha. Yana bir bor ko'rsataydi. Narxini aytaman o'zi. Bunaqa qo'ylar o'zi 6,5 yetishyapti-da. Ha. Realniy. 6 million so'mdan kami bor. 6 million so'mdan? 6 million so'mdan kami bor. Bugun faqat pul bo'shatishga video qilyapsiz shekilliga. Bugun faqat foydaga emas, klientga ishlaymiz. Klientga. Dangalda. Anchadanmi chiqmadingiz? Anchadan biri chiqqan yo'qman, mana yaxshi qayt chiqilaman deb aytyapman. Foyda ziyonni qiziqib chiqaryapman. Tars olgan odam baraka topadi. Ulgurgan degan video bo'layapti deyapman. 6 milliondan Bo'ladigan gapni gapiraman. 100 ming so'mdan o'tiraman. 5 million 900. 5 million 900 dan keyin. Jonim sog' bo'lsin. Yengil baraka topsin bo'ldi. Kommentariyaga Kamronbek otanga rahmat, senga o'xshagan savdogar ko'paysin deb bitta komment yozib ketasiz, xudo xolasa akalar. Bittadan like bosib qo'ysin, Husayn. Qarandi. Bittadan like bosib qo'ysin, xayrini ham qiladi. Xayrini ham qilib berasiz. 7 donasini bir yerda olishadi. Bir yerda olishadi. Xudo xolasa akalar. Mana jonivorlar, xudo xolasa. Mana sifatlarini qarang. Mana u go'davoshlarini qarang aka. Mana bularni. Mana jonivorlar. Hech kim bunaqa narsa chiqargan yo'q-da. Haqiqatda, haqiqatda Ko'rib chiqqani turgan yo'q. odam o'zi biladi. Dumbalar tulayotibdi mana buni. Jonivorlar. Tulashni boshlagan. Hammasi. Terapiya ham o'tkazaydi. Mana akalar. Jonivorlar. Xudo xolasa Kamronbek aka yaxshi Ular- ko'rindi. Ular eshikda qochib ketaverdi, o'shaning uchun qo'radan video qilyapmiz. O'shani ham aytib o'taylik. Qochib ketib qoldi, Ha. xudo xolasa akalar. O'zi ozchilaymiz, shunga qochaveryapti bu yoqdan bu yoqqa. O'shanga qo'rada video qo'yamiz. Keyingi partiyaga o'tamizmi? Keyingi partiyaga o'taylik bo'ldi. Akalar, keyingi partiyalarimizga xudo xolasa Kamronbek aka ona bola ekan-a? Bitta ona bola, bitta bo'g'oz. Bitta ona bola. Bolasi 2 kunlik bo'ldi. Bunisi ham uzoq o'sha 1 hafta 5 kun. Bolasi. Buni bolasimi? Ha, bunisini bolasi o'sha. Bunisini bolasi akalar. Mana Uchinchi jonivor. bolasi. Uchinchi bolasi. Birinchisiga tug'adi endi. O, jonivor siyapti. Qo'chqor. Qo'chqor ekan. Qo'chqor. Hurmatli obunachilar, bolasi qo'chqor ekan jonivor. To'y qo'chqor bo'ladi. Mana jonivor. Onasi 3-qoringa tuqqan. Bunisi Bunisi-chi? birinchisiga. Birinchisiga tug'adi. Qo'zimi Tishi hali? ham buzmagan hali. Akalar, yuzini qarang. Jonivorni. Tishi ham buzmagan. Mana yuzini qarang akalar. Haqiqatda Harakatlari ham og'ir bo'lib qoldi. harakati pasayib qolibdi jonivorni. Mana jonivor. Akalar mana yurishga ham qiynalib qolibdi. O'zi tug'ishi yaqin ekan, hurmatli obunachilar. Yaqin. Mana sifatlariga gap bo'lishi mumkin emas akalar, qo'ydi. Qo'zidan katta bo'lyapti. Badani ham zo'r ekan Kamronbek aka. Hammasi. Mana qo'zisi, hurmatli obunachilar.
Jonivor. Sifatlariga umuman gap bo'lishi mumkin emas akalar. Xo'p, bo'y bastini nechiga berasiz Kamron 80 aka? plyusda. 80 ga olish olsin. 80 plyusda. 80 ga olishaversin, ha? Olaveradi. Mana, xudo xolasa akalar 80 ga olaverasizlar. Endi buni ikkalasini Mana buni. Tishini olib qo'ying mana. Kelingda. Qo'zi. Ye, jonivor mana. Hali tushirmagan. Tagini ham bir ko'rsatib qo'yaylik. Mana jonivor akalar. Bir Naq hafta holatda uzab ketsa bir hafta. uzab ketsa Uzab bir ketsa haftada hafta. tug'adi inshaalloh. Menga bo'lsin, birinchi qorin bo'lsin. Birinchi bolasini o'zim olay Hagitlari ham ancha pasayib ketdi-da. degan obunachilarimiz bo'lsa, mana akalar o'zini qarang, duolga suygan olibdi. Nurambek aka, bo'ldi endi buni obunachilarni ham ko'p kutirmaylik. Narxi ikkalasiga ham chiqyapti 15 million 16 million. Ha, Men bitta innobola bolasi qo'chqar, munosib, uzog'i bir haftada tug'adi. bir haftada tug'adi bunisi akalar. Ikkalasini bo'ladigan narxini aytib qo'ya qolaman. Ha, Bo'ladigan. bo'ladigan narxini 14 millionga ketdi bo'ldi. 7 million so'mdan. Ha. Bir haftadan keyin o'z to'rtta bo'ladi ular. Bir haftadan keyin hurmatli obunachilar, mana bu bitta ekazat puli bor qo'zi ekan, tug'adi. ikkovini. jonivor 14 millionga ketdi. 14 million so'mga akalar, xudo birinchisiga xolasa tug'adi dedim, birinchisiga tug'adi. Hali ancha bolasini olishaveradi. qo'zi, xudo xolasa O'zi ham yosh. tishlarini Uchinchi bolasi, ko'rsatdik. hali ancha bola beraveradi. mana jonivorlar akalar. Uchinchi bolasi, xudo xolasa ekrandan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Toza kashdan Narxlar ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib keting. Xudo xolasa 15 million 16 millionga akalar to'g'risi egiz ham chiqyapti. Jonivorlar. Mana, xudo xolasa Kamronbek aka endi bu to'rtta bo'ladi bu. oxirgi partiyamizmi? Oxirgi partiyamiz bo'ladi bugunga. Like deb bosib paddeshkani qilib qo'y, otangga rahmat deb ketishsa bo'ldi. Bo'lmasam O'sha. sog' bo'lasizlar, akalar, salomat bo'lasizlar. Alloh chorvalaringga baraka bersin.